Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun siz bilan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizda hissiyot psixologiyasi mavzusi bo'yicha gaplashib o'tamiz. Unda bevosita o'sha hissiyotning ketish shakllari, turlari, o'ziga xos nerv-fiziologik asosi bizning diqqat markazimizda bo'ladi. Demak, biz birinchi galda hissiyot o'zi asosan inson hayotida qanday o'ringa ega ekanligi haqida gaplashib o'tamiz. Hissiyot bizning tuyg'ularimiz va uning o'ziga xos aks ettirish jarayoni bo'lib, unda narsa va hodisalarni aks ettirish jarayonida bizda tug'iladigan ichki kechinmalar va munosabatlar aks ettiriladi. Hissiyot bilan bir vaqtning o'zida inson tashqi munosabatlarga nisbatan o'zida emotsional holatni ham his etadi. Shunga ko'ra, emotsiya shaxsning voqelikka o'z munosabatini his qilishdan kelib chiqadigan, uning ehtiyoj va qiziqishlari bilan bog'liq bo'lgan yoqimli yoki yoqimsiz kechinmalardir. Demak, inson o'z boshidan o'tkazayotgan emotsional holatlari unga ta'sir etayotgan voqea hodisaga nisbatan yoqimli yoki yoqimsiz bo'lish xususiyatiga ega. Emotsiya bu insonning ichki holati, tashqi muhit yoki o'zining ichki dunyosidagi o'zgarishlarga javoban paydo bo'ladigan psixologik va jismoniy reaksiyalardir. Emotsiyalar odamning kayfiyati, tuyg'ulari va ruhiy holatini ifodalaydi. Ular salbiy, xafalik, g'azab, qo'rquv yoki ijobiy, baxt, quvonch, huzur, halovat kabilardan iborat bo'lishi ham mumkin. Shuningdek, hissiyotning impressiv tomoni sifatida psixologiyada hissiyotning darak beruvchanlik vazifasiga aytiladi. Impressiv so'zi lotinchadan olganda taassurot degan ma'noni anglatadi. Demak, hissiyot o'ziga xos o'sha insoniy munosabatlarda taassurot qoldirish yoki taassurotni sezish, his qilish kabi jihatlarni ham o'z ichida qamrab oladi. Shuningdek, hissiyotning ekspressiv tomoni ham mavjud bo'lib, psixologiyada emotsional harakatlarning moslashish xarakteriga oid bo'lgan, ya'ni ovozning o'zgarishi, mimika, imo-ishora, organizmda sodir bo'ladigan jarayonlarning ixtiyorsiz va ongli harakatlariga aytiladi. Demak, organizmda sodir bo'ladigan o'ziga xos tashqi alomatlar bilan xarakterlanadigan xatti-harakatlar hissiyotning ekspressiv tomoni, ya'ni tezkor tomoni bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, hissiyot masalasida psixologlarning ta'kidlashicha, ambivalentlik tushunchasi xos bo'lib, ambivalentlik lotincha har tomonlama kuchga ega ma'nosini anglatib keladi. Kishilarning biror bir obyektning o'ziga nisbatan bir vaqtning o'zida paydo bo'ladigan bir-biriga qarama-qarshi emotsional irodaviy holati bu ambivalentlik deyiladi. Demak, bir vaqtning o'zida qaysidir bir voqea hodisaga nisbatan yoki biron bir insonga nisbatan his qilinadigan qarama-qarshi emotsional holat bu ambivalentlikka xos tushuncha. Misol uchun, insoniy munosabatlarda nafrat degan tushuncha. Nafratning tarkibida ham sevgi, ham o'sha sevgan kishisidan ko'ngli qolish, xafagarchilik. Bu ikkalasi yo'g'rilgan holatda insonda o'sha inson hissiyotida ambivalentlik tushunchasini kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Inson odatda yaxshi ko'rmagan, sevmagan odamdan nafratlanishga ko'pincha harakat qilmaydi. Qachonki biz yaqin olamiz, sevamiz, hurmat qilamiz, qachonki o'sha hurmat oyoq osti bo'lganda, ishonch toptalganda yoki javobsiz sevgida insonda nafrat hissi paydo bo'ladi. Shuningdek, hissiyotning tarkibida dinamik stereotip tushunchasi mavjud bo'lib, dinamik stereotip deganda tashqi qaytarilish natijasida hosil qilingan shartli reflekslar, nerv bog'lanishlarining barqaror tizimi tushuniladi. Endi hislarning kechish shakliga keladigan bo'lsak, inson hayotida, faoliyati jarayonida uning hayotiga mazmun beradigan, faoliyatiga ko'tarinkilik beradigan, jo'shqinlik beradigan
shijoat, kuch baxsh etadigan o'sha hissiyot o'ziga xos kechish shakllariga ega. Misol uchun bulardan birinchi sifatida hissiy tonni aytamiz. Hissiy ton inson o'sha emotsional kayfiyatiga hissiy bo'yoq berish vazifasini muhim vazifa deb biladi va bu yerda astenik hamda stenik hissiy tonlar farqlanadi. Biri ikkinchisidan farqli o'laroq ijobiy xizmat ko'rsatsa, ikkinchisi aksincha, agar inson tanasida o'sha astenik hissiy ton hukmronlik qiladigan bo'lsa, kayfiyatsizlik, tushkunlik, nafaslik, ishonchsizlik kabi salbiy holatlar bizni qurshab oladi. Bizni o'sha xatti-harakatlarimiz butun jismimizga, ruhiyatimizga o'rnashib qoladi. Shuning uchun biz inson sifatida astenik hissiy tonni his qilish bilan birgalikda stenik hissiy tonni ham his qilishga odatlanishimiz kerak. Kayfiyat shuningdek hissiyotning kechish shakllari sifatida kayfiyat insonning kun davomidagi ish faoliyatiga o'zining ijobiy yoki salbiy o'sha ta'sirini ko'rsatib turish kuchiga ega bo'lgan nisbatan barqaror hissiy holat hisoblanadi. Shuning uchun kayfiyatni quli bo'lishga emas, aksincha kayfiyatni boshqarishga harakat qilish psixologlar tomonidan tavsiya etiladi. Affekt hissiy holat sifatida affekt bu o'sha psixologiyada talqin qilinishi bo'yicha hissiy bo'ron nomini olgan holat hisoblanadi. Uning kechish shakli juda ham shiddatli. Uni o'sha affekt jarayonida affektga tushuvchi inson va uning atrofidagi odamlar baravariga jabrlanishi ehtimol. Shunaqa holatlar kutiladi. Lekin affekt kechgandan keyingi holat inson tanasida bo'shashish, hush yoqish kabi yengillik bilan bir qatorda pushaymonlik, afsuslanish kabi holatlarni ham keltirib chiqaradi. Endi stress holatiga keladigan bo'lsak, stress inson hayotida muntazam davomiylikka ega bo'lgan, nisbatan uning faoliyatida izsiz yo'qolib ketmaydigan, sodir bo'lish mexanizmiga ko'ra doimiy hissiy holat sifatida baholanadi. Stress insonning ruhiy tushkunligi. Stress o'sha keltirib chiqaruvchi sabab yoki qo'zg'atuvchisining ta'sir kuchiga muvofiq ijobiy hamda salbiy ko'rinishlarga ega bo'lgan hissiy holat hisoblanadi. Stress turlariga keladigan bo'lsak, uning turlari konstruktiv stress, destruktiv stress, emotsional stress, jismoniy stress, psixologik stress, shu bilan birgalikda informatsion stress kabi turlarga bo'linadi. Demak, stressning konstruktiv hamda destruktiv stress turlari asosan eng asosiylari sifatida talqin etiladi. Konstruktiv turidagi stress bu biz turidagi stress hisoblanadi. Bu butun o'sha ba'zida insoniyatga, ba'zida o'sha ma'lum bir mikrohududga, ba'zida ko'pchilik o'sha guruhdagi ishtirok etayotgan insonlarga xos bo'lgan stress tushunchasi. Misol uchun talabalar hayotidan misol keltiradigan bo'lsak, ko'pchilik talabalarning bitta fandan o'zlashtira olmasligi yoki shunga o'xshagan ba'zi bir holatlarda bu o'ta olmaslik, fanni o'zlashtira olmaslik bir kishiga emas, butun guruhga yoki ko'pchilikka tegishli bo'lgani uchun buning stress yuki boshqa a'zolarga ham taqsimlanish ehtimoli bor. Shuning uchun biz ba'zida bu joydagi bu vaziyat bilan bog'liq bo'lgan muammolarni yaxshi tushunib qolamiz. Destruktiv stress turida esa bu men turi bilan bog'liq. Albatta, biz turidagi stressdan ko'ra men turidagi stressni boshdan o'tkazish ancha taraqqiyotli va murakkablik xususiyatiga ega. Endi emotsiyaning tashqi ifodalariga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda emotsional nafas olish, a'zolarning ishlarida o'zgarish yasash xususiyatiga ega. Hattoki insonning emotsional ko'tarinki yoki tushkun holati insonning fiziologik ko'rsatkichlariga ham o'zining ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi.
Emotsiya shuningdek imo ishoralarida, mimikada, ya'ni kishining yuzida bo'ladigan xatti-harakatlarida hamda butun badanning ma'nodor harakatlarida ko'rinadi. Ko'tarinkilik har doim insonni nafaqat imo ishorasida, mimikasida, balki ba'zida inson o'sha pantomimika xatti-harakatlarning yengilligida, uyg'unligida, taassurotliligida va shunga o'xshagan boshqa detallarida ham ko'rinadi. Bumerang harakatlaridagi, ya'ni organizmning qon tarkibidagi va boshqa suyuqliklardagi kimyoviy o'zgarishlarni va shuning bilan birga moddalar almashinuvida bo'ladigan yana chuqur o'zgarishlarni o'z tarkibiga oladi. Demak, emotsional tushkunlik yoki ko'tarinkilik nafaqat tashqi jismoniy xatti-harakatlarda, mimikalarda, imo ishoralarda, balkim insonning o'sha tana tuzilishida mavjud bo'lgan bumerang xatti-harakatlarning faoliyatida ham o'z ta'sirini namoyon eta oladi. Demak, siyosiy psixologiyasi va uning sohadagi o'rni va kechish shakliga ko'ra degan mavzumizni siz bilan o'zlashtirishga harakat qildik. Keyingi darsgacha mavzuni chuqur o'zlashtirib olishingizga omad tilayman va keyingi mavzularda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Xayr, salomat bo'ling.